Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo mana keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'z egalariga topshirdik. Bu yerga ikkita ish, ikkita rom o'rnatganmiz. Mokriy svetda 08 qana MDFda bo'lgan high-tech fasonda. Ishlarimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ishlarimiz kvadratini 750 ming so'mdan qilib berganmiz. Boshida o'tib ketamiz. Jam puli 7 million 200 ming so'm bo'lgan. Eshiklarimiz zamonlari 3 tadan oshiq mashalari bor. Eshiklarimiz ponna rezinkada. Romlarimiz va romlarini ham tepalarini bir xil liniyaga keltirib, bog'lasa joylarini romning ikkosini ham bir xil qilib, oldin bir xilmasligiga hammasini urg'inga qilib berganmiz. Laklalarni ham ko'rib turibsizlar, bog'lasa oyna bo'lib chiqqan. Gullarni qoraga bo'yab, oynalari oq yevreka, ponni germetiklangan. Romlarimiz ham bog'lasa bekam ko'skan izlari. Hamma narsalari egasini o'ziga xohish-istarlari bilan bo'lgan. Tog'a yaxshi chiqdimi? Zo'r, yaxshi. Endi ma'qul ishimiz. Mana oyam yuribdi endi. Xudo xolasa. Buni ham boshlaymiz ekan. Aytorasiz, xudo xolasa. O'sha 5-6 kundan keyin. Bo'ladi. Nomerlarimiz 77 kodi bilan 224 5024 bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.